onajonga aytildi. Keling endi bugun sizni taqdirlaymiz. Butun mana shu qo'ltiqimizni dadalaringiz, otalaringiz kerak. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Borligingiz uchun shukr. Meni har bir yurish-turishimda, qadr-qomatimda sizni savlatingiz bor. Sizni yaxshi ko'raman. Dubaylarda qadr oslabdi koshonalar. Kimdir yetib, kimdir unga yeta olmaydi. O'sha mashhur Dubaydagi koshonalar otam qurgan uydek aziz bo'la olmaydi. To'g'ri, otam qurgan uyning zarlari yo'q. Toshlari ham oddiy toshdir, marmar emas. Ammo otam hayot ekan shu hovlida menga Dubay koshonasi afzal emas. Bu so'zlarim ma'nosini kimdir bilmas, o'zicha hamma buni tahlil qilar. Ammo buning ma'nosini sizdan ham ko'p otam sochini oqartirgan yillar bilar. Dedemni sayesinde, dedemni sayesinde yürüp ben devre